Assalomu alaykum barchaga. Umraga bormoqchisiz yo ota-onangiz jo'natmoqchisiz, qaysi firmadan boray deb o'ylanyapsizmi? Ko'p firmalar ham aldayapti. Birinchi o'rinda litsenziyasi bo'lishi kerak. Central Holidays. Screenshotlari ham undan tashqari Farg'ona viloyati 692-uyda turibmiz. Bu degan litsenziya bor. Bemalol video olsak bo'ladi. Undan tashqari odam jo'natsa ham bo'ladi. Hozirgi kunda juda ko'p hojonalar mana vizalari ham chiqqan, juda ko'p odamlar chiroyli holatda jo'natishyapti. Shart-sharoitlar, narxlarni bir boshdan Hoji akadan so'rab o'tamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Rahmat. Aka, qaysi kunlarga reyslarimiz bor? Xo'p, hozirgi kunda dekabr oyini o'zi oyda oxir yakunlagan hisobiga sanaqli kunlarimizga reyslarimiz qoldi. Xo'p, diqqat bilan eshitsa 24-dekabr Farg'ona Madina reysimiz, 27-dekabr hamda 30-31-dekabr Farg'onadan hamda Namangan, har kuni Toshkentdan reyslarimiz bor. Reyslarimiz bor. Xo'p, endi mana ko'rib turishibdi, Zagram pasport tashashadi. Bundan tashqari vizalar yoziladi, aeroportda o'zingiz kutib olaverasizmi? Albatta, o'zimiz kuzatamiz, o'zimiz kutib olamiz. Xo'p, endi pul ishonch tomonlama qo'ldan olasizlarmi yo shot orqali tashlanadi? Yo'q, bank orqali. Bank orqali. Bank orqali. Yonsam glavniy kassaga kelib to'lov qilinadi. Albatta, albatta. Kelishdan oldin telefon qilsa bo'ldi. O'zingiz kutib olib, ofisda hamma tomonlama. Kassalarimiz hamma yo'g'imiz mana shu ofisimizda bor. Bemalol to'lovlarni qilsa, cheklarigacha yozib beramiz. Xo'p, endi aka shart-sharoitlar qanaqa bo'lyapti? Hatto necha kunlik bo'ladi? Bir boshdan tushuntirib bersangiz. Xo'p, safarimiz 14 kunlik bo'ladi. Xo'p, 3 kun Madinada, 11 kun Makka da bo'ladi. Xo'p, Madinadagi gostinitsalarimiz oroli masofasi hammaga qiziq. Xo'p, Madinada 150-200 metrda bo'ladi. Makka shahrida esa 1,5 kilometr oralig'ida bo'ladi. Albatta, 24 soat 5 mahal namozga avtobus xizmatlarimiz ham bor. Bemalol yoshlar piyoda borsa ham bo'laveradi. 10-15 daqiqalik yo'l. Xo'p, yosh kattalarimiz 5 mahal namozga, hattoki tahajjud namozlariga ham avtobuslar bor. Bemalol namozni Baytullohda o'qib kelsa bo'laveradi. Demak, sharoitlarimiz zo'r. Xo'p, endi mana o'zimizdan yosh kattalar boradigan bo'lsa, kalaska bagajiga hisoblanadimi, yo'qmi? O'zimizdan olishsammi? Doktorlar qanaqa bo'ladi? Xo'p, bizda safarimiz bo'lmaydi-da. Ayol doktorlarimiz, shifokorlarimiz, erkak shifokorlarimiz bor. Albatta, yosh kattalarimiz, hojidada, hojonalarimiz doimiy ichadigan iste'molli dorilar bo'lsa, o'zlari bilan olib olsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Xo'p, bo'lmasa bemalol bizni shifokorlarimiz birinchi yordamlarni ko'rsatishaveradi. Xudo xolasa bundan muammo yo'q, doktorlardan xudo xolasa. Xo'p, aravacha xizmatlaridan o'zlarida bo'lsa, olib olsa maqsadga muvofiq, bo'lmasa ham o'zimizda ham aravacha xizmatlarimiz ham bor. Lekin pul olinmaydi aeroportda. Yo'q, o'sha bir marta to'lovni ichida mana shu aravacha xizmati, shifokor xizmati hammasi bepul bo'ladi. Bepul, albatta. Xo'p, shart-sharoitlar aytdik. Undan tashqari oiladan 3-4 kishi yo 10 kishi boradigan bo'lsa, bir oz-moz chegirma qilib beramiz. Albatta, narxidan chegirma qilib beramiz. Narxlardan qilib beriladi. Xo'p, endi mana hozir bizni 12 ta viloyatdan kuzatishadi. Undan tashqari qo'shni davlatda aka-ukalarimiz bor, Tojikiston, Qirg'iziston. Tojikistonlarga qaysi udobniy aka? Toshkentmi, Farg'onami? Xo'p, bizni 12 ta viloyatdan kuzatadigan yurtdoshlarimizga, xo'p, bizni qo'shni davlatdan kuzatadiganlarimizga quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsa, Telegram, WhatsApp orqali biz bilan bog'lanishadi. Ularga eng yaqini Toshkent shaharidan bo'ladi. Toshkent ulardan eng udobnisi. Toshkent Madina, Toshkent Jidda reyslarimiz bor. O'sha xohlagan kunlariga 31-dekabrgacha reyslar bor. Har kuni reys bor Toshkentdan. Bemalol telefon qilishaversin, qilib beramiz. Xo'p, endi hozir narxlarni aytadilar. Narxni aytishdan oldin hozir bron qiladigan bo'lsangiz, yaxshi bundan bari narxlar tushmaydi, oshadi. Chunki ro'za oyi kelyapti, 2025 dan 2026-yil yangilanishiga ko'pchilik borib ibodat qiladi. Aka, qaysi kunlarga reyslarimiz bor? Andijon, Qo'qon, Toshkent narxlar bilan aytib o'tsangiz. Xo'p, 25-dekabrdan 31-dekabrgacha Toshkentda narxi $1100 dan qilib beramiz. Xohlasa Toshkent Jidda, xohlasa Toshkent Madina reyslarimiz bor. Primoy peresatkasiz 50 boshlarimiz hamrohligida 25-dekabrdan 31-gacha $1100. Faqat Toshkentga amal qiladi. Xo'p, Vodiydan 24-dekabrdan 30-31-dekabrgacha haftada 2 marta reyslarimiz bor. Seshanba va chorshanba kunlari $1050 dan qilib beramiz. Farg'ona, Madina hamda Namangan, Jidda reyslarimiz bor. Bemalol telefon qilishaversin. Endi mana musofirda ishlab yurgan aka-uka opa-singillarimiz uydagilarni xursand qilib jo'natmoqchi bo'lsa, konvert qilib gullar bilan nomlaridan tabriklab beramiz. Albatta, bizga quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsa, sertifikatlargacha qilib, iloji bo'lsa biz shunaqa bir chiroyli bir xizmatlarni ham qilib beramiz. Xo'p, endi oiladan yosh bolalar olmoqchimiz deganlarga necha yoshdan pul to'lanadi aka?
Xo'p, 2 yashargacha viza pulini to'lanadi. 2 yashardan 5 yoshgacha viza bilan bilet pulini to'lanadi. 5 yoshdan tepasi vzroslik bo'ladi. Kattalar bilan narxi bir xil bo'ladi. Bir xil bo'ladi. Albatta. Endi hozir aytayotganimiz atroflarda 600, 700, 800 dollardan qo'yishyapti. Endi bitta narsaga e'tibor beringlar. Atta shart sharoiti bor, yo bir mahal ovqat bo'lishi mumkin, yo bo'lmasa mehmonxona uzoq bo'lishi mumkin. Shunga ham e'tibor berasizlar. Lekin Centro Holidays juda ishonchli firma, juda ko'p blogerlar va biz reklama qilamiz. Kommentariyalarni o'qiydigan bo'lsangiz, hamma xursand bo'lib, juda ham chiroyli ibodatlar qilishyapti. Asosiy telefon qilsalang bo'ldi, ya tanishlarga jo'natib bersa, pozitsiya qilib, aka xudo xolasa biz obunachilar chiqadigan bo'lsa, chiroyli narxlarda qilib beriladi. Albatta, xudo Ravshan xolasa. TVdan oldim desa bo'ldi, aka. Ravshan TVdan oldim deyishsa bo'ldi. Bizning paketlarimiz faqat standart plus paketlari. Ekonom paketlari bilan umuman farq qiladi. Bizniki komfort paketga yaqin. Gastitsamiz ham yaqin, oziq-ovqatlarimiz 14 kun o'zbek milliy taomlarda bo'ladi. Tanlovda adashmasin. Tanlovda adashmasin. O'zbekistonda qaysi joydan bo'ladigan bo'lsangiz ham Zagram pasportingizni tashlab berasiz. Xolasangiz Toshkentdan, xolasangiz Vodiydan udobniy bo'ladigan bo'lsa, Vodiydan. Qayerdan bo'lib ketadigan bo'lsalar ham chiroyli qilib berishadi. Quyidagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Ravshanbekdan oldim deyish unutmanglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.